Malika Tantanlar saroyidamiz. Ustoz san'atkor Oxunjon Madaliyev ularni shod etib yod etib kelgan ijodkor o'zimiz qadrdonimiz Xudojon Ashurov bilan birgamiz. Bugun Xudo xohlasa bugun to'y zo'r bo'ladi. Yaxshi yaqin turibmiz, sababi mana mehmonlar kelishyapti, yaqinlar kelishyapti. Dilga yaqin qo'shiqlar kuylanadi. Ko'ngilga yaqin qo'shiqlar kuylanadi. Maza qilib to'yga kelgan mehmonlarimiz bugun to'ydan yaxshi taassurotlar bilan qaytib ketadi. Aziz Xudojon. Avvalo assalomu alaykum. Hammaga, qadrdonlarga, muxlislarga, opa aka uka, hamma qarindoshlarga, hammalaringga assalomu alaykum. Mana kuzatuvchilarga, qadrdonim Azbek Yo'ldoshev tanimagan odam yo'q. Ancha yillardan bir ijodda ishlaman. Hamisha 15 yil oson narsa emas. Sizlar bugun birga bo'lganimdan xursandman. Xudo xolasa qo'yar yo'q bo'lmagan. Albatta. Xudojon Ashurov sog'liklar, salomat bo'lib kuzatishda faqat davom etavergan bo'ladi.